bu juma kunini fazilati, hurmati Qurbon hayitidan ham, Ramazon hayitidan ham baland azam katta deyapti. Mana hayitda qanaqa katta savoblar deymiz. Undan chunki juma farz bu. Hayit namozi vojib. Buni tushunib olinglar. Har doim farz avvalida turadi. Masalan, ertalab 2 rakat bomdod namozini o'qolmay qolsak, Alloh asrasin, mabodo o'qolmay qolsak, keyin albatta qazosi qilinadi. Lekin ulamolar aytadiki, 1000 rakat qazo qilsangiz ham o'zini o'rnidan olmaydi. O'sha ertalab o'qiganni olinmaydi. Demak, buni bolalarga ham sindiringlar uyda ham. Demak, juma shunaqa bayramki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Buxoriy rivoyatlaridan boshqa hadis aytdilar, har haftada bizga Alloh bayram qilib berdi. Bu bayram mana shu juma.